Damaz Kıdırı bir yurttaşlarımıza Bağat Avto Savdo'nun ikinci filialında durgan Damazları abzor kılıp ötemiz. Görüp tamaşa kılıp para veresizler. Gelseniz kredit, barter, naqd pul hizmetlerimiz var. Şunun satılan maçlarınız olsa ekkeseniz de gelişsek naqd alamız. Siz bilen bize geliş ölmesek ortada. Bir iki sonra radis takılsa koy ikiseniz satıp veremiz. Aytkan narkınıza normallikli koy ikiseniz. Karşı kurs. Başladık göre veresizler. Shot Spref'ke Damaz Ege'den satıp veren yattırdı. 91 milyon soma. Kime narx makul olsa xarid qilib verasizlar. 14 milyon bilan kredit beramiz. 2 milyon 800 ming so'mdan 5 yil kreditga chiqadi do'stlar. Navbatdagi Damazimiz 2024-yil metani bor, nomeri bor, tey döşelgan poliki bor. 9 ming yurt turibdi, chist 24. Bahasi 97 milyon so'm. 14 milyon bilan kredit beramiz. 2 milyon 800 ming so'mdan chiqib turibdi elektron. Sebep şöyle misal xato yozgan bo'lishlari kerak. Sizlar telefon uringlar. Ili keyingi obzorlarimizda to'liq to'shni qilib yozib qo'yamiz buni. Xarid qilaman desangiz telefoninglar mavjud xato yozilgan bo'lishi mumkin deb turibman do'stlar. Ben tarafimizdagi Damaz satılıp turibdi. 2022-yil 130 ming yurgan Radnoy Damazimiz 76 milyon so'm avtokredit asosida savdo bo'lib turibdi. Zalog berib qo'ydilar. 2016-yil ishlab chiqarilgan Damaz bor. 140 ming yurgan. Kraskasi zang joylarda bor, metani bor. Puli 48 milyon so'm. 3 milyon bilan kredit beramiz 3 yil. 2600 ming so'mdan chiqib turibdi elektron. Xarid qilishingiz mumkin. Yurtdoshlar sotuvimizda Damaz. Damaz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Shot Spref'ke 0 probeg. 92 milyon so'm qo'ydilar buni. Bu ham Ege'den satıp verer Ege'ge. Endi qaranglar do'stlar, bu narxlar, bu signallar bizlere aytilingan shuni ayttirib. Qo'ldan kelgancha arzon olib qolish harakat qilganmiz. Arzon aytishlarni harakat qilganmiz. Lekin qaranglar, üstüne gelsangizlar yana kelishib savdo qilaveramiz xudo xolasa. Kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bu yerga gelsangizlar Nexia, Cobalt, Gentra, Matiz, Malibu, Captiva har xil turdagi avtomobillar mavjud do'stlar. Kutamiz, kelishdan so'roq qilamiz. Rahmat.